Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizda yana bir tema. Serena degan youtuberga bo'lgan adolatsizlik va eng qizig'i bu adolatsizlik hamma tanigan MCJning tomonidan sodir etilgan. Bizga yetarlicha skrinshot va dokazatlar tashib berishgandan keyin bu temani olib chiqishga qaror qildik. Bizga yetib kelgan ma'lumotga ko'ra, kanal eski egasi Zuhra shu kanalni Serenaga sotgan. Kanal narxi 750 ming belgilangan. Serena bankomatdan 700 ming tashaganda 650 ming tushgan ekan. Keyin ular o'rtasida kelishuv bo'lgan. Kanaldan keladigan rent pulini Jenniga tashlab, umumiy hisobda Jenniga 700 ming so'm o'tkazilgan. Bu esa isbot, Jenni kanaldan chiqib ketmagan va shu paytgacha kanalda o'zi haqiqiy ega bo'lib o'tirgan. Kanal sotilsa ham. Serenaning akasi telefonini tekshirib turishi sabab u ikkinchi shaxs dugonasiga kanalni ulab bergan va o'zi kirib chiqadigan bo'lgan. Va bir kuni parol o'zgargan. Serena dugonasi o'zgartirildi deb o'ylab, dugonasidan so'rasa, dugonasida ham parol o'zgartirilgan bo'lgan. Kanalga kirolmagan Serena MCJniga Snapchatdan yozgan va u yoqda vaziyatni yotig'i bilan tushuntirgan. Jenni esa o'zini oqlab, akkauntga o'zi ham kirolmayotganini ta'kidlagan, lekin uni dugonasi bexosdan uni sotib qo'ygan, ya'ni to'lovni qilmagandan keyin o'chiradi-da, kanalni yo'q degan gap bilan o'zida izoh qoldirgan. Dugonasini gapidan shubhalangan Serena Jenniga ishonmagan. Jenni esa har doimgidek o'zini oqlashdan u yog'iga o'tmagan. Serena shu kommentni Jenniga tashlagan va bu narsani spot hisobida tan olish mumkinligini va ayb unda emas, dugonasida hisobni so'rashini so'rab, unga qayta yozgan. Lichkada kelishilmagan mojarodan so'ng Jenni shunaqa post qo'ygan va unda kanal sotganligi, lekin Serena to'lovni to'liq qilmagan. Nechadir kundan keyin akkauntga o'zi kirolmaganini ta'kidlagan. Shuncha ishdan keyin meni qiziqtirgan narsa, kanal boshida 750 ming bo'lsa, Jenniga 700 ming so'm pul tushirilgan bo'lsa, shunda Jenni 50 ming so'm uchun pastlik qilganmi? Men bu fikrimni mana shu skrinshotga asoslanib gapardim. Ko'p tafsillar bu 22-iyul, ya'ni bugun 9:40 da yozilgan. Va bu yoqda Serenani boyagi ikkinchi shaxs dugonasi va Jennining o'rtasida suhbat bo'lgan. Hisobni tiklash bo'yicha Jenni boshqa pul kerak emasligini aytib o'tgan va Serena mashinnik yoki xudoga soldim degan gaplarni yig'ishtirsin deya o'zini fikrini aytib, oxirgi gapni shu bilan tugatgan. Mavzu shu yerda yopildi deganda birdaniga Serenaning kanali o'chib ketgan. Serenaga bitta qiz lichkasiga yozgan va unga kimligini bilishini, dokazat dalillar borligini, tanimasligini, balki tanishini aytib, unga hech kimga aytmasligini so'rab iltimos qilgan va shu dokazatlarni keltirgan. MCJning Zuhra biz bilan bog'lanishingizni so'rab qolardik. Nima siz 50 ming so'm pul uchun shunaqa ish qildingizmi? O'zingiz tan olgan ekansiz. Noma'lum shaxs bu narsani bizga tashab berdilar. Jennining fandomi uchun, ya'ni agar bizga dokazat qiling, yana boshqa deganlar uchun bu dokazatlar. Serenaning ikkinchi shaxs dugonasi parol o'zgartirgan va oradan nechadir vaqt o'tib, Jenni sirazi parolni o'zgartirgan. Buni tan olmagan. Parol alishtirishdan tashqari, Jennining alohida qo'shilgan Gmail va ikkita nomeri ham bo'lgan akkauntda.